Karas opalarim bilan uchrashgani keldim. Qani ko'ramiz qaysi biri tez qarigan ekan. Men chiroyli kiyimlarni emas, o'zimga qulay bo'lgan kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'raman. Xullas, Karis opalarim meni oshxonada kutib olishdi. Qo'limga chekimni berib, ovqatingni olib kel deb jo'natib yuborishdi. Koreyada ovqatdan keyin kofe ichishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ovqat yeb bo'lganimizdan keyin shu eshakday mashinada kofe ichgani ketdik. Bu eshakday mashinani bagajniki ham eshakday ekan. Menimcha Karis opam juda ham boy bo'lsa kerak. Ikkita Karis opamning egizak farzandlari bor. Bittasida o'g'il qiz, bittasida ikkita qiz bola. Shuning uchun birinchi egizaklarni mashinaga o'tirg'izib, keyin o'zimiz mashinaga chiqdik. Bu mashinani eshigi o'zidan o'zi ochilar ekan. Men bo'lsa tortib yotibman. Karis opam iltimos mashinaga tegma, o'zidan o'zi ochiladi desa bo'ladi. Karis opamni birinchi mashinaga chiqarib yubordim, chunki qatorimizda eng kichkinasi menman. Shunaqa qilib mo'l yursak ham yo'l yurdik, yo'l yursa ham mo'l yurdik. Yerdagi kafelar qolib, Karis opamiz bizni tog'ning uchidagi kofe shopga olib chiqib ketib qoldi. O'zi ham har xil turdagi pashsha chivinlar shu yerda yashar ekan. Lekin tog'ning uchida joylashgani uchun havosi juda ham toza ekan. Mana manzarani qaranglar, essiz hovni olib kelganimda maza qilib o'ynab ketgan bo'lar. Kafega kirishimgayoq chap tomonga pechenyelarni qo'yib qo'yishibdi. Bu kafedan chiqayotgan hidga meni sulaklarim oqib ketdi. Nari sizni non yeganingizni ko'rmaganman deganlar uchun ana ekan, bugun non yegani kafega keldim. Lekin karislar ovqat bilan emas, kofe bilan ko'pincha non yeyishadi. Bu yerdagi allambalo nonlarni ko'rib o'zi ham sulaklarim oqib ketdi. Lekin narxlarini ko'rib sulaklarimni qaytadan yutib oldim. Kafening ikkinchi etajdagi verandasi juda ham chiroyli ekan, lekin havo issiq bo'lganligi uchun bu yerda o'tira olmadik. Voy, mana gullar menga O'zbekistonni eslatib bordi. Mustaqillik kuniga yaqin qolganda O'zbekistonda ko'chalariga shunaqa gullar ekib chiqardik. Karis opalarimni bolalarini ko'rib sovuni juda ham sog'inib ketdim. Shunaqa qilib ota buvilarimdan qolib ketgan stolga o'tirib maza qilib ovqatlanib g'iybatlashdi. Ya'ni ular g'iybatlashdi, men esa shunchaki ovqat yeb ishlab o'tirdim. Lekin karislarni bir-biri bilan gaplashganda hamma gapini tushunganingizda juda ham boshqacha bo'lar ekan.